Ayol erini kechirim so'rashni istayaptimi? Qalbi nima deyapti? U mendan pastroq bo'lsin deyapti. O'sha daqiqada u erini yerga urmoqchi bo'lyapti. Ayol kishi eridan kechirim kutyaptimi, demak erini past ko'ryapti deydi. Mana shu yerda yana xato bor. Erini past ko'ryaptimi, balki rostdan arazi bordir, xafaligi bordir va bu yerda kechirim pastga urish emas, balki ayolning tushunilish istagi bilan ham belgilanishi mumkin. Ayol o'zini aybdor deb his qilayotgani uchun agar er mabodo mana bu joyda men xato qilganman yoki xato qildim, lekin deydigan bo'lsa, ayoldagi bu aybdorlik hissi ketadi. Ayol uni pastga urgani yoki tahqirlaganidan emas. O'zi kim past keladi, kim yuqorida tursa, er tepada bo'lsa, albatta u past kelishi va bu xonim nazarda tutgan kechirim haqida gapirish mumkin. Katta odam kechiradi. Ayol erini kechirim so'rashini kutayotgan bo'lsa, demak eridan katta odam bo'lishini kutayotgan bo'lishi ehtimol. Va yana bitta layfhak, hech bir olim ehtimol so'zidan tashqari fikr bildirmaydi. O'zining xususiy fikrini mutlaq haqiqatga aylantirmaydi. Har qanday fikrini ifoda qilayotganda ehtimol, balki, o'ylashimcha degan fikrni qo'shadi. Yoki ma'lum bir mutaxassis olimga murojaat qildim, uning fikri mana bunday deb o'tishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu joyda o'zining shaxsiy hayotida orttirgan yoki o'zining nuqtai nazarini mutlaqo haqiqatga aylantiryapti. Demak, bu ham ilmdan tashqaridagi holat deyiladi. U yerda aynan yerga urish bor, erini pastroq ko'rish bor. Chunki kimdir bir inson boshqa insondan kechirim so'rasa, ikkinchi inson qanday holatda bo'ladi? Bir pog'ona o'zini nima qiladi? Yuqori his qiladi. Bu kibr emasmi? Kimdir kechirim so'rasa, kechirimni qabul qilayotgan odam o'zini bir pog'ona yuqori qo'yadi va bir pog'ona yuqori bu kibrdan deydi. Mana shu yerda yana boshqa bitta kategoriyani olib kiryapti. Kechirim, qalb, kibr 3 ta kategoriyani qo'shib ketyapti. Odamlar go'yoki bu tushunchalar bilan tanish bo'lgani uchun uni tushunaman deb o'ylaydi. Xafa bo'lishga asos emas, ammo kechirim o'zi nima, qalb o'zi nima, kibr o'zi nima degan savolga hammamiz o'tirib o'ylab ko'rganimiz ma'qul. Do'ppini chekiga olib, men o'zi rostdan ham kibr deganda nima nazarda tutyapman, takabburlik nima va hokazo degan savolga javob berganimiz ma'qul hisoblanadi.